So'nggi bahor. Muallif Barchinoya. 9-qism. Bahora asta sho'rvani labiga olib bordi. Issiq bug' yuziga urildi. Tanasiga iliqlik yoyildi. Birinchi qoshiqdan keyin yuragidagi bezovtalik biroz yumshagandek bo'ldi. Sho'rvaning mazasi o'sha bolalikdagi onasining tayyorlagan ovqatlarni eslatdi. U sekin yana bir qoshiq oldi. Keyin yana. Doya ayol sukut saqlab unga qarab o'tirardi. Ko'zlaridagi g'am sezilmasdi. Yuzida jilmayish saqlanib turardi. Qizga achinsa-da, uni sirtida sezdirmasdi. Rahmat sizga, dedi Bahora mayin ovozda. Sho'rva juda mazali ekan. Anchadan beri birinchi marta ovqat yegandek bo'ldim. To'g'ri aytdingiz, bolam uchun ovqatlanishim kerak. Xudoga shukr, bolam, dedi doya ayol jilmayib. Yeganing harom bo'lmasin, bolang uchun foydali bo'lsin. Bahora boshini qimirlatib yana ovqatdan yedi. U ichgan sari ko'zlari biroz yumilib bordi. Tanasiga bir g'alati holat kirdi. Og'irlik, holdan toyish, yurakda g'alati sanchish paydo bo'ldi. Ammo u e'tibor bermadi. Shunchaki charchaganini o'yladi. Xonim, siz menga juda mehribon ekansiz, dedi u kulimsirab. Rahmat, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Doya ayolning jilmayishi so'ndi. Yuragiga bu so'zlar ignadek sanchildi. Ko'zlari bir so'mga jimirlab ketdi. U boshini pastga egdi. Lablari orasidan kechir meni bolam degan so'z chiqdi. Ammo Bahora uni eshitmadi. Siz nimadir dedingizmi? Deb so'radi Bahora, charchoqdan ko'zlarini ishqalab. Hech narsa qizim, hech narsa, dedi doya ayol soxtagina jilmayib. Endi tinchgina yot, ozroq dam ol, boshqa hech narsani o'ylama, yaxshi tush ko'rgin. Rahmat, dedi u sekin tovush bilan. Doya ayol unga qarab bir so'm jim qoldi. Yuragi g'ash edi. So'ng laganni olib stol ustidagi suvni qo'liga oldi-da, sekin xonadan chiqib ketdi. Eshik ortidan g'ichir degan tovush eshitildi. So'ng sokinlik xonani egalladi. Doya ayol tashqariga chiqib chuqur nafas oldi. Egnidagi ro'molining uchini tishladi. Keyin tezda uyning orqa tomoniga o'tdi. Qizi uni kutib o'tirar edi. Onajon, nima bo'ldi? Dedi qizi bezovta ohangda. Doya ayol og'ir nafas oldi. Ko'zlarini olib qochdi. Qizi qotil bo'lmasin deb bahrini o'z bo'yniga olgandi. Ammo biladi, bu gunoh juda og'ir badal talab qiladi. Sho'rvani berdim, dedi u sekin ovozini titratib. Siz o'sha giyohni qo'shdingizmi? So'radi qiz qo'rquv bilan. Qizim, biz majbur edik, bolam. Ular bermasang ikkingni ham yo'q qilamiz deyishdi. Men nima qilay? Axir o'zingga ham xonning shaxsan o'zi tahdid qildi. Biz ojiz odamlarmiz. Qo'limizdan nima ham kelar edi? Baribir bu dunyoda adolat yo'q. Bechora qiz, u sizga ishonib ovqat yedi-ku. Qiz yuzini burib oldi, yig'lab yubordi. Biz ham gunoh qildik, ona. Ba'zan bu dunyoda mehr ham, rahm ham yomonlikka sabab bo'lar ekan, bolam. Tun tinch edi. Faqat derazadan kirgan oy nuri Bahoraning yuziga tushib turar edi. Qiz charchoqdan chuqur uyquga ketgan edi. Ammo ich-ichidan bir g'alati og'riq boshlandi. Bahora bugun ko'proq yig'lagani uchun noqulay turibman deb o'yladi va issiqroq o'ranib uxlashda davom etdi. Tong otganda qushlarning chug'ur-chug'uri eshitildi. Quyosh nuri derazadan kirib xonani yoritdi. Xiva shahri yana bir tongni qarshi olgandi. Saroy atrofida shovqin va kanizaklar kulishlari yangradi. Bahora asta ko'zlarini ochdi. Boshida og'riq, tanasida og'irlik bor edi. U asta o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Ko'rpani surdi. Ammo ko'rpani chetga olgan zahoti ko'zlari kattalashdi. To'shak ustida qon bor edi. Bahora qimirlamay qotib qoldi. Qo'llari titrab to'shakni g'ijimladi. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas, dedi u ovozi titrab. Qo'llarini qorniga bosdi. Ko'zlaridan yosh oqar edi. Bolam, yo'q, meni bolam. Saroyda tongi shovqin hali bosilmagan edi. Oltin suvi yuritilgan laganlarda nonushta dasturxoni tuzalgan. Xizmatkorlar asta harakat bilan xonning oldida xizmat ko'rsatishardi. Zubayrxon bugun odatdagidan ham jiddiy ko'rinardi. Uning qarshisidagi likopchalarda asal, sariyog', non va qovurilgan tuxum turardi. Ammo og'ziga bir luqma ham olmadi.
Shu payt eshik tashqarisidan shoshqaloq qadam tovushi eshitildi. Eshik g'ijir etib ochildi. Ichkariga bir xizmatkor yugurib kirdi. Nafasi qisilgan, yuzi oqarib ketgan edi. Xon hazratlari, dedi u nafasini rostlay olmay. Bosh egib, katta baxtsizlik. Yodgorshoh bekning ayoli u homilasidan ayrildi. Zubayrxonning qo'lidagi piyola qattiq taraq etib stol ustiga urildi. Qovog'i bir zumda yuyildi. Ko'zlarida o't chaqnardi. Rashk ko'zidan aniq sezilib turardi. Nima deding, itvachcha? Dedi u baqirib, o'rnidan turgancha. Kimni ayoli deding? Bahora janob Yodgorshohning ayoli. Ovozingni o'chir. Xonning baqirgan ovozi xonani larzaga soldi. U endi hech kimning ayoli emas. Yodgorshoh o'ldi. U endi mening haramimdan. Hazratim, meni kechiring, xato qildim. Soqchilar, dedi Zubayrxon g'azabdan tovushi titrab. Bu ayolni zindonga tashlanglar. Unga ovqat ham, suv ham bermanglar. Ochlikdan o'lsin. O'lgach, jasadini hovli tashqarisiga ko'masizlar. Hazratim, yolvoraman, kechiring, dedi xizmatkor ayol yig'lab oyoqlariga yopishib. Ichkariga kirgan soqchilar xon etagiga yopishib olgan qizni sudrab olib chiqib ketdi. Xon o'zining xonasidan chiqib, Bahora turgan xonaga yo'l oldi. Ich-ichidan xursand edi. Endi Bahoraga Yodgorshohdan hech qanday esdalik qolmadi. Butunlay hayotidan o'chirish uchun yanada harakat qilaman. Zubayrxon yo'l bo'yi shu so'zlarni o'ylab ketdi. Qiz xonasiga afsusda qolgan ifoda bilan kirdi. Ammo baqirib yig'lab o'tirgan qizni ko'rib, joyida tik qotdi. Xizmatkorlar qizni tinchlantirishga urinardi. Qotilsan, sen iflos odamsan, dedi Bahora ko'z yoshi lablariga tushib titroq tovush bilan. Zubayrxonga nafrat bilan qaradi. Menga zulm qilding. Men kechirmayman. Qiyomatda javobini berasan. Erimni ham sen nomard o'ldirgansan. Gapirgan gaplaring tuhmat ekanini bilasanmi? Hoy ayol, qarshingda xon, oddiy odam emas. Xizmatkorlardan biri Bahorani siltadi. Shunda Zubayrxon xona o'rtasiga kelib to'xtadi. Hamma tashqariga chiqsin, hoziroq, buyurdi Zubayrxon xizmatkorlarga. Xonada Bahora bilan yolg'iz qolgan. Xon qizning yuzidan sochlarini olib tashlamoqchi bo'lib qo'l uzatganida Bahora g'azab bilan Zubayrxonni qo'lini urdi. Bu harakatni kutmagan Xon qizga hayrat bilan qaradi. Ammo Bahora bu bilan cheklanib qolmadi. Zubayrxonning yoqasidan oldi. Javob berasan. Erimni va bolamni mendan tortib olganing uchun hali javob berasan. Sening jazoingni men berolmasman, ammo Xudo bor. Bu gaplarimni hali juda ko'p eslaysan. Roziman. Agar menga o'zing tez-tez eslatsang, bunga qarshi bo'lmasdim. Zubayrxon qizning yoqasidagi qo'llarini mahkam ushlab, uni ortiga qayirdi-da, quchoqlab oldi. Seni hiding shirin. Tilingni hoziroq tiyishing kerak. Chunki g'azabim qaynasa, nikohni ham kutib o'tirmay, seni shu to'shakka otib o'zimniki qilaman. Bahora jahl bilan Zubayrxon yuziga tarsaki tushirdi. Erim senga nima yomonlik qildi? Javob ber, iflos. Javob berishing kerak. U senga sadoqat bilan xizmat qilgandi. Men homilador bo'lsam ham seni buyurgan ishing sabab Qo'qonga ketdi va o'ldi. Bularni sen uyushtirding. Chunki uni o'limi xabarini olishing bilan meni chaqirtirding. Nomard, hech qachon seniki bo'lmayman. Undan ko'ra o'ldir meni ham. Zubayrxon ko'zlari yig'laganidan qizarib ketgan Bahorani tirsagidan ushlab tosh oyna yoniga olib bordi. Qabul qilasan. Sen o'lishingga izn bermayman. Bu tosh oyna orqali ko'r. Sen yoningda hozir men borman, Yodgorshoh emas. Uni unutasan. Aks holda otang va onangni o'ldiraman. Albatta onangni oddiy o'lim kutmaydi. Otang yonida unga begonalar tegsa, otang qay ahvolga tushadi? Hech o'ylab ko'rdingmi? Seni aybing sabab ular oddiy o'lim bilan qutulib qoladi deb o'ylaysanmi? Agar o'zingni o'ldirsang, badalini yaqinlaring to'laydi. Zubayrxon qizni nozik tomonini bilgani uchun tahdid bilan Bahorani qo'rqitdi. Senga vaqt beraman. La'nati, 1 oy ichida o'zingga kel. Istasang o'sha eringga aza tut yoki bolangga. Menga desa ikkisiga, ammo 1 oydan so'ng ayolim bo'lasan va o'tmishingni unutasan. Aks holda majburlayman. Ishonaver, bu senga yoqmaydi. Zubayrxon gaplarini yakunlab xonadan chiqib ketdi. Bahora eshitgan gaplarini hazm qilolmay yerga o'tirib qoldi. Olov yonida o'tirgan 2 erkak otlarini sug'orib, ularga yegulik berdi. Azimxon o'zi bilan olgan xaltasidan malham olib qo'lidagi yarasiga surtdi. Nima uchun men olib kelgan yigitlarni ketkazib yubordingiz, aka?
Axir ular yana kerak bo'lib qolardi. Siz bir o'limdan qoldingiz. Xonlik askarlari o'ldi. Devdek qaroqchilarni arang yengdik. Ular siz uchun kelgandi. Ammo siz yolg'iz qaytaman deyapsiz xonlikka. Aka, nimani o'yladingiz? Kerak bo'lmaydi. Otlarni tezroq ovqatlantirib, yo'lga chiqamiz. Yo'l qorong'u emas. Oy yo'limizni yoritib turadi. Tezroq Xivaga qaytish kerak. Sen esa men bilan qaytmaysan. Yo'lni yarmidan Amirlik tomon burilib ketasan. Aka, siz Xivaga qaytib nima qilasiz? Xon sizni ko'rsa qatl etadi. Buni bilasiz. Yodgorshah g'azab bilan qo'lidagi shamshirni Azimxonning bo'yniga tiradi. Men erkak kishiman. Alloh menga omonat qilgan ayolimni hech kimga berib qo'ymayman. Zubayr menga xiyonat qildi. U ham bizdek oddiy banda. Buning javobini undan so'rab olaman. Alloh menga yordam beradi. Xotinimni zolim qo'lida qoldirmayman. Uni qornida mening zurriyotim yashamoqda. Aka, sizdan xavotirdaman. Agar xonlikka qaytsangiz, biror korhol bo'lsa-chi, sizni tashlab ketolmayman. Azimxon yonida otda ketayotgan Yodgorshohga qaradi. Akasidan javob kelmasdi. Yodgorshohni nafrat va g'azab chulg'ab olgandi. Hozir butun xayoli homilador xotini Bahorada edi. Xonlikkacha 3 kunlik yo'l qolgan. Azimxon, sen hoziroq Amirlikka ket. Men ham Amirlikka boraman va u yerda biroz muddat turib, Rossiyaga Bahorani olib ketaman. Iloji boricha xonlikdan uzoqda bo'lish kerak. Sen aytganing uchun ishondim. Aks holda Zubayrxon Bahora uchun meni o'ldirmoqchi bo'lganiga ishonmas edim. Uni yaqinim deb bilgandim. Necha o'limdan asrab qolgandim. Aka, qondoshlarga ham ishonmang. Vaqti kelsa menga ham. Iltimos, o'zingizni o'ylang. Yaxshilik qilaman deb oilangizni xavf ostida qoldirdingiz. Hamma odam ham ko'ringanidek emas. Qalbingiz pok ekani uchun Xudo sizga yana bir imkon berdi. Kelinoyimni olib uzoqlarga keting. O'sha qaroqchilar menga qilichini tiraganida bari tamom deb o'ylagandim. Ammo birdan ularga tekkan o'q menga yana bir bor umid baxsh etdi. Rahmat, inim. Sen Xivaning mohir jangchilarini olib kelmaganingda shu tog'lar orasida yosh o'lib ketar edim. Rahmat demang, siz menga juda ko'p yaxshilik qilgansiz. Menga aslida barini vazirning ayoli aytib berdi. Vazirning ham bunda qo'li bor ekan. Uning ayoli hammasini eshitib, eri qaroqchilarga maktub yuborishdan avval baridan xabar topgan va meni ogohlantirgan. U yaxshi ayol bo'lgani uchun vazir va xonning qabih ishini avvaldan oldini oldi. Agar meni ogohlantirmaganida, buni o'ylashni ham istamayman. Azimxon, shu yerda xayrlashamiz. Sen Buxoro amirligiga ketishing kerak. Yodgorshohning inisi qo'lini siqib qo'yib xayrlashdi. Azimxon va Yodgorshoh yo'llari aynan shu yerda cho'lda ayrilgandi. Endi ular o'z yo'llaridan ketib yashashdi. Tun yarmida uyg'ongan Bahora qornidagi og'riqni his qilib, o'rnidan arang turdi. Butun vujudi og'rirdi. Xonada hech kim yo'q. Kuz o'rtasi kelgani uchun havo ham sovigan edi. Bahora ustiga kiyim kiyib, sovuq bo'lishiga qaramay, ikkinchi qavat ayvoniga chiqdi. Osmondan yulduzlar porlab turardi. Atrofdagi daraxtlarni esa mayin shabada qimirlatib turardi. Bahorani ayni damda hijron azobi qiynardi. Suyukli yori Yodgorshoh undan olisda, tirikmi, o'likmi qiz bilmasdi. Aynan shu holat Bahorani ado qilardi. Kundan kunga umidi so'nardi. Zolim xon Bahora uchun xizmatchilar qo'ygan. Ular har kuni qizni parvarish qiladi, ovqatiga qarardi. Bahora baridan bezgan edi. Bir oy o'tgach, o'sha gunohkor Zubayrxonning ayoli bo'lish qizning hayotiga bo'lgan qiziqishni so'ndirgan. Ammo ota-onasini o'rtaga qo'shib, tahdid qilgani uchun o'zini o'ldirishga ham qo'rqib qolgandi. Bir dardim bor, bilmassiz, begim. Tunlar jim, sog'inchim fig'on, sizsiz har nafas g'amga to'lar. Ko'zlarimda so'nmas armon, bir nigoh etar edi menga. Bir jilmayish, bir so'z kifoya, ammo endi orzu bo'lib qolgan. Tushlarimdadir har bir so'zingiz. Bahora tushkunlikka tushgancha oyga qaradi. Agar Yodgorshoh o'lgan bo'lsa ham oyni ko'rayotgandir. Uning ruhi yoki tirik tanasi oyni ko'rayaptimi? Bahora o'ksindi. Har kuni, har kecha Yodgorshohni duo qildi. Xudodan Zubayrxonning ayoli bo'lishidan o'zing asra deb yolvordi. Lekin qiz soatlar va kunlar o'tgan sari umidsizlanib borardi. Xorazmning chekka qishlog'ida oyga qaragancha may ichib o'tirgan Yodgorshohning ko'zi yoshlandi. Lablari titrab, zaif tovush bilan "Bahoram" dedi. Yuragida hayajon va sog'inch bor edi. Yodgorshoh ham bilar edi. Xotini ham baxtli emasligini ich-ichidan ishonardi. Bahora uni qutqarishini kutib yashayotganiga Yodgorshoh amin edi.
Oz qoldi kichkintoyim, oz qoldi. Seni o'sha saroydan qutqaraman. Ikkimiz uzoqlarga ketamiz. Sen farzandimni dunyoga keltirasan va uzoqlarda baxtli yashaymiz. Yodgorshog ortidagi daraxtga suyanib, uzoq ma'yuslik bilan o'ychan turdi. So'ng uxlashi kerakligini tushundi. Chunki u ancha kun uxlamay, faqat otda yo'l yurib, Xorazm chetiga yetib kelgan edi. Ertaga kechgacha Xiva shahriga yetib olib, Bahorani qutqarishni niyat qilgandi. Tun yarimda yo'lda ancha yurib, toliqib qolgan Yodgorshog qishloq chetidagi eski choyxonaga kirib to'xtadi. Eshikni asta ochib, ichkariga qadam qo'yar ekan, choyxona ichidan iliq havo, tutun aralash choy hidi kelib urildi. Qorong'u burchaklarda 2-3 kishi issiq choy ichib, jim o'tirardi. Yodgorshog mast bo'lib qolgani uchun oyoqda arang turar edi. Qorni ham och va uxlash uchun ko'cha sovuqlik qilgan edi. Yodgorshog ichkariroq kirib, bir yoshi ulug' inson yoniga keldi. Ko'rinishdan shu yerga qarovchi inson edi. Xizmat qilib yurardi u kishi. Aka, bir joy qilib bering, uxlab olishim kerak edi, dedi choyxonachi tomonga qarab. O'rta yoshlar atrofidagi choyxonachi boshini irg'adi. Ha, bo'ladi, orqa xonada joy bor, dedi va kichik sandiqdan bitta yostiq bilan adyol olib chiqdi. O'sha tomonga o'ting, ukajon, 2 tanga bersangiz bo'ldi, tongda chiqib ketarsiz. Yodgorshog indamay pulni uzatdi. Bugun juda ham charchagani uchun indamay o'sha xonaga bordi. Tulpori esa tashqarida daraxtga boylangancha qolgan edi. Egnidagi to'zigan kiyimini yechib, yostiqqa bosh qo'ydi. Orqa xonada havo sovuqroq, lekin tinch edi. Uzoq yo'l va ichidagi og'ir o'ylar uni tark etdi. Ko'zi tezda ilindi. Tashqarida shamol choyxona devorlariga urilib uvillar edi. Har safar shamol o'tganida deraza romlari g'ichirlar edi. Yodgorshog esa chuqur uyquda emas edi. U goh o'tirib, goh o'zicha Bahora deb pichirlab qo'yar edi. Tong yorishmasidan avval sahar paytida choyxonadagi jimlikni qushlarning chug'urlashi buzdi. Yodgorshog ko'zini ishqalab uyg'ondi. Havo hali sovuq, lekin osmon yorishib boryapti. U asta o'rnidan turdi. Yuz qo'lini choyxona orqasidagi muslukdan sovuq suvda yuvdi. Suv muzdek edi, ammo shu ham unga hushyorlik va tetiklik bag'ishladi. Bomdod vaqti kirgandi. Yodgorshog qiblaga qarab to'xtadi. Yonida hech kim yo'q. Faqat tong havosi, yer hidiga aralash tozalik furib turibdi. Yodgorshog tahorat olib bo'lgach xonaga qaytdi va bomdod namozini o'qidi. Sajdada biroz cho'zilib qoldi. Yuragi tinchigandek bo'ldi. Xudodan faqat bir narsani so'radi. Ayolimni qutqarishimga yordam ber. Yodgorshog tongda yo'lga chiqdi. Kun bo'yi yurib, kech kirganda nihoyat xonlik shahriga yaqinlashdi. Osmonda oy chiqqan. Tuman orasida saroy minoralari ko'rina boshlagan edi. Kech kuzning shamoli kishi tanasini titratar edi. Lekin Yodgorshog to'xtamadi. Sovuq unga sezilmas edi. U uzoqdan qarab turarkan, saroy devorlari qoraygan, tun orasida baland ko'rinar edi. Devor tepasida navbatchi askarlar chiroq tutib yurishar edi. Ularning soni ko'p edi. Taxminan 50 dan ortiq soqchi turli burchaklarda joylashgan edi. Ba'zilari minoralarda, ba'zilari esa darvoza yonida qolovuldek qotib qolgan askardek turibdi. Biroq Yodgorshog bu saroyni yaxshi bilar edi. Chunki u yerda yoshligidan xizmat qilgan. Hatto bir marta podshohning yashirin yo'llarini bilar edi. Yodgorshog yashirin yo'lini esladi. G'arbiy devorning pastki tomonida, Toksor oralig'ida eski toshlar orasida o'tuvchi tor yo'l bor edi. Shu yo'l orqali u endi saroyga kirishga ahd qildi. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.